Assalomu alaykum, bizning hurmatli obunachilarimiz. Biza hozir G'aybudagi obyektga keldik. Bu yerni 3-4 xonasini natejli patolog o'rnatib beracakmiz. Va sizlarga shu batda foydali ma'lumot desek ham bo'ladi, foydali ma'lumot berib beracakmiz. Uyingizni soldingiz, boshqa joyni sog'andan keyin esa tomini bekladingiz. Siz esa natejli patolog o'rnatasizmi? Albatta, natejli patolog o'rnatishdan oldin ko'plar chorniy patolog o'rnatib yuradi. Bu albatta bilasizlar ham vaqt ketadi, ham qimmat ham tushadi, ham pul ham ketadi degan gapdan bu. Bu albatta muammo, lekin kaktus bilan emas, hamma muammoni xudo xolasa yechimini ostonasidan sizlarga berib boramiz. Bu xonadonimizdan xuddi shunday holat kuzatilib turibdi ekan, ya'ni nechik holat. Joyni sag'allab, bostirg'anlar, endi chorniy patolog o'rnatyapti ekanlar. Lekin bizlar shunday tavsiya berdik. Hozir sizlarga aytib o'taman. Ya'ni nechik tavsiya. Bu neni ko'rdingizlar, holatni ko'rdingizlar. Biza hissa hayon qilishingiz mumkin, folga qo'yib qo'yibdilar deb. Bilasizlar, natejli patologni hozir biza chorniy patolog tortmasdan oldin natejli patologni tortib ham bo'lmaydi. Chunki natejli patologga mayda zarralar tushishi mumkin. Shu zarralarni, mayda juda narsalarni oldini olish uchun biza uy egasini shuni tavsiya qildikki, folga tortishni. Eng yaxshi usuli folga tortish. Chorniy patolog ham qimmat ham tushmaysiz, ham vaqtingizni olmaydi. Yine o'zlarimizda ustanovchik bolalar darrun keldilar, folgani shunday tortdilar, keyingi xonalardan tortib beribdilar. Hozir yarim sadaqa men natejlidan tortib beradilar. Yine ko'rib turganlaringizdek folgani olasiz, hozir aytib turadilar, metrini 4 mingdan oldim dedimi? Bilasizlar, chorniy patolog o'rnatsa, u ko'pga tushadi. Shuning uchun biza eng yaxshi usulini, hamyonbop usulini qo'lladik. Uy egasini aytdik, u ham bizning taklifimizni qo'llab-quvvatladi va ko'rib turganlaringizdek folgani o'rnatib berdik. Agar sizlarga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Agar natejli patolog kerak bo'lsa, bizlarga murojaat etaveringlar. Ekranlarda Instagram profili, Telegram profili, nomerlarimizni qo'yamiz. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin.